shunaqa bo'lib qoldi. Uyda bo'lsa mayli, katta xotin katta yo'ldan telefonda video ko'rib o'tib ketyapti. Men aytaman-da, shu hayotidan ham muhim bo'lgan nimani ko'ryapti-ku shu yerda. Abdulla Qahhorda bir gapi bor. Asrlar taqdiri lahzada hal deydi. O'sha paytda Xudo ko'rsatmasdan mana tomondan ham ursa, yotasan palatada 24 soat. Hech kim xalaqit qilmaydi o'sha paytda, uyqu ham kelmaydi. Xudo saqlasin. Doktor kelib, "Ha, opa, nima bo'ldi?" desa, "Bilmasam. Shu katta yo'ldan o'tib ketayotgandim. Instagramga kirsam, Munisa Rizayevaga eri gul bergan ekan. Katta deydi. Haliginga endi layk bosaman desam, o'zini mashina bosib ketdi. Bir payt Munisani eri kelib, "Opa, turing" dedi. O'zim ochsam, yalvasada yotgan ekanman. Menga nima bo'pti, doktor? Opa, endi telefonga ko'ngizdan ketgan ekansiz, men sizga telefon tilida tushuntiraman, opa. Sizni daryakkaga qo'yib zo'r o'ziga keltirib oldik, opa. Tokka tiqqaldi. Opa, miya chayqalgan. Menimcha galereyangizni hech narsa qolmadi, opa. Keyin sizni mashina ozgina sudragan ham bo'lsa kerak, chexollaringiz yetilyapti, opa. Bolalaringizga ayting, yangi chexol bilan korobka dokumentlaringizni olib kelsin, opa. Ana shu turib yotasiz, opa, ahvolingiz og'ir. Xo'jayingiz bormi, eringiz bormi? Ha, bor. Endi pochchaga sekin tushuntiring, opa. Sigareta kuygan. Sigareta nima u? Pochga ketgan, opa.